Mana shu O'zbekiston Respublikasi bor o'rtoqlar. Aristonlar narxi qanaqa? Ya'ni mana shu boylerlar, elektr suv isitgichlari narxi qanaqa? O'shandan arzon. Xudo xolasa respublika bo'yicha любой joyga yetkazib beramiz, dastavkalar bilan qilib beramiz. Do'konchi akalar pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, endi xaridorlar uchun o'rtoqlar bitta obzor qilib beramiz. Prado degan Alfa-T'ning plastik 500 litrlik bochkasini, bir tonnalik bochkasini bilardinglar. Xuddi shu brend ostida, ya'ni Prado brendi ostida o'rtoqlar endi elektr suv isitgichlar 50 litrlik hamda 80 litrliklari ishlab chiqarilyapti. Jigarlarni bitta ma'lumot berib o'raman, ochig'ini ko'rishinglar mumkin, lekin mexanitskiy termometr o'rtoqlar gradusni bilsanglar bo'ladi bitta. Xo'p, bitta quloqlik bo'ladi, yonishi, o'chishi ko'rib turgan bo'lsanglar. Xo'p, endi garantiyasiga keladigan bo'lsak, 5 yil garantiya. Ya'ni bachogiga 5 yil garantiya, zanglab teshilmasligiga. Elektronikasi yoki teniga o'rtoqlar 1 yil garantiya beriladi. Ya'ni o'zimiz bilasizlar, suvlarimiz vodiyda, men bilmayman, suvlar juda ham yomon. Shuning uchun o'rtoqlar tenlar 3 yil, 4 yil garantiya berilmaydi. Tenning o'ziga o'rtoqlar 1 yil garantiya beriladi. Lekin sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Atepano, respublika bo'yicha любой Aristonni o'ylaylar, o'shandan narxi arzon, sifati zo'r, maqsad xalqni o'ylash. Video yoqqan bo'lsa like bosib, yaqiningizga jo'natib qo'ying. Do'konchi akalar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, dilerlikni olish esdan chiqmasin. Namangan, Farg'ona, umuman vohalarga ham yetkazib beramiz o'rtoqlar.